Azizlar, bugun muborak kunlarda Hoshimjon akamizning xonadonlarida bularning farzandlari, ko'zlarining oq va qorasi, qalbining samarasi bo'lgan farzandi Olimjonning nikoh to'ylari hamda nabiralarining aqiqalarini munosabati bilan dasturxon solinib ehson qilingan ekan. Dillarimizga o'zining roziligiga muvofiq bo'lgan, shariat ahkomlariga xilof bo'lmagan so'zlarni ilhom aylasin. Er-xotinni o'rtasidagi muhabbat faqat Alloh uchun bo'lsa, inshaalloh o'sha narsada mazmun bo'ladi. Endi bizda er-xotinlarning o'rtasida ham muhabbat qilishlik shariatimizda bor narsa. Bunga oyat keltirdik, mana hadis keltirdik. Endi bizda she'riyat mulkini sultoni sanalgan Hazrat Alisher Navoiyda ham bir bayt bor. Ya'ni qit'a deymiz, mana shu qit'ada aytadi. Qoshi yosinmi deyin, ko'zi qarosinmi deyin deydi. Ko'nglima har birining jabru jafosinmi deyin. Bunday qaraganda bir go'zal qiz, qoshi qora, ko'zi qora. Bu go'zal ayolni qoshini qoraligini aytaymi yoki ko'zini qoraligini? Yo ham qoshi, ham ko'zini meni ko'nglimga solgan balosi meni maftun qilganini gapiraymi, qaysini aytay degan mazmun. Ammo haqiqatida adabiyotimizda, tasavvuf ilmida aytiladi, qoshdan maqsad mehrob. Ya'ni ikkinchi mazmuni qoshni qing'irligini bilasizlar, qosh to'g'rimi qiyshiq, shu dunyoda qiyshiqligi. Hayotda qarang, ko'chagacha bari erkaklar ko'chada necha xil odam bilan gaplashasiz. G'irromlik, chidamaslik, unisi oldigan, bunisi oldigan shunaqada. Mana shu dunyoda qiyshiqligi. Qoshi yosinmi deyin, ya'ni qoshini kamalak singar qiyshiqligini aytaymi degani, bu odamlar fitnasini qarang. Unga borsang ham aldagan, bunga borsang firibgar, bunisi yolg'onchi, bunisi bonaqa, qaysinga borsang kimga ishonishingni bilmaysan. G'irromlik haqiqat desang ro'yobga chiqara olmay qalbing dog' bo'ladi. Mana shuni aytayapti. Ko'zidan maqsad dunyoga maftun bo'lishlik degan. Bir tomondan dunyo bunday g'irromligidan dog' bo'lsam, ikkinchi tomondan dunyoga bo'lgan muhabbat, dunyoning sinovlari, boshimga tushgan musibatlar ketma-ketligi mana shu meni dog' qildi. Uni aytaymi, buni aytaymi, yo ikkisidan bo'lgan qalbimdagi g'am anduqda aytaymi deyapti. Shuning uchun Alisher Navoiy aytayaptilar-da, bu yor haqida aytsam, faqat ayol haqida aytayapti demanglar degan ma'noda. Majozdin manga maqsud erur haqiqiy ishq, nechunkim ahli haqiqatga bu tariqat erur. Mazmuni shundayki, men tavsif qilgan, sifat qilgan ayol, go'zal yor, bu narsa faqatgina majoz, ya'ni ayol zoti emas. Bunda menda maqsadim asosiy Allohga bo'lgan muhabbatni ifoda qilish. Chunki haqiqat ahlining yo'li shu o'zi. Majozdan chu haqiqatga yo'l olar oshiq. Yana aytayaptilarki, o'zi aslida haqiqiy ishq uchun majoziy ishqdan boshlanadi. Soddaroq aytsak, bu banda ko'rmagan xudosini qanaqa qilib yaxshi ko'rar agar ko'rib turgan bandasini yaxshi ko'rishni o'rganmasa. Shuni aytayapti, haqiqiy oshiq avval dunyodagi go'zallikni qadrlashni biladi. U yonidagi yorimi, boshqasimi, yo go'zal tabiatmi, boshqami? Mana shu narsalarni yaxshi ko'rishlik bilan inson haqiqatan bir odamni yaxshi ko'rmasa, o'zimiz ko'zimizda ko'rib turgan mana erkak kishi bir ayolni yaxshi ko'rmasa yoki boshqa bir narsani yaxshi ko'rmasa, qalbida muhabbat shakllanmasa, u to'g'ridan to'g'ri ko'rmagan xudosini qanaqa yaxshi ko'radi, deyapti. Majozni nafiy qilg'ay, ulkim behaqiqat erur. Endi majoz qachon behuda bo'lib ketadi? Agar shu majoz sevgini shakllantirib, oxir xudoga olib bormasang, u sevgidan foyda yo'q. Mana shu dunyoda qolib ketadi, senga zarar.
Mana shu ma'noda Yusuf va Zulayho qissasini Abu Hamid G'azzoliy Ihyo o'lim kitobida keltiradilar. Yusuf va Zulayho qissasi eng go'zal qissalardan sanaladi. Qur'oni Karimdagi eng go'zal suralardan. Tafsirlarda aytishlariga ko'ra, bandalar jannatga kirganda o'sha jannatda eng yaxshi ko'rib tilovat qilinadigan sura ham shu Yusuf surasi ekan. Mana shu surada tafsirlarda kelishicha Yusuf alayhissalom chiroyli bo'lgan. Shunaqangi chiroyli bo'lganki, uni ko'rgan odam oshiq bo'lib qoladigan darajada. Shu sababdan o'sha paytdagi Misrda Aziz Misri deydi, Misrda bosh moliya vazirini xotini Zulayho Yusuf alayhissalomni yaxshi ko'rib qoladi. U Yusuf alayhissalomni akalar quduqqa tashlagan, keyin uni olib borib bittasi arzimas chaqaga sotib oladi. Uni o'shalar qul qilib sotib olgan, o'sha qulni yaxshi ko'rib qoladi. Shunchalik oshiq bo'ladiki, o'zidan ketib qoladi, hech narsa ko'ngliga yoqmay qoladi. Faqat Yusufdan boshqa narsaga xayoli bo'lmay qoladi. Odam dunyoda ham agar yaxshi ko'rsa, u she'rlarda kuydim degan narsa bor. Kuydim faqat hasratida dog' bo'ldim emas, balki mana shu biz ko'rib turgan organizm jismida kuyishlik paydo bo'ladi. Rasa muhabbat kuchayganda o'shanga yetadi. Kim ashunga yetmagan bo'lsa, hali u dunyoda muhabbatini ham oxirga yetmabdi. Bilib qo'yinglar, shu qaynoq suv ichganda ichqanday kuysa, haqiqiy yaxshi ko'rgan shunaqa kuygan odamdicha. Shunaqani kim boshdan o'tkazmagan bo'lsa, hali dunyoda sevgisini ham oxirga yetanmabman deb qo'yaversin. Bu Zulayho o'shini singari kuyib ketgan. U Yusuf alayhisalomda chiroyligini ba'zi bir rivoyatlarda aytadilar, sahih bo'lmagan rivoyatda. Parda bilan yurar ekan ko'chaga chiqqanda. Hatto ba'zi bir jinni mubolag'a rivoyatlarda 60 ta 70 ta parda tutib yurar ekan. Odamlar shuni ko'rsa xushdan ketib qolmasin deb. Shunaqa chiroyli bo'lgan. Shuning uchun Zulayho endi bitta uyda turib, umuman aqldan ozib qolgan. Oxiri Yusuf alayhisalomni zindonga solishgacha boradi. Shunda Ihyo Ulumuddinda aytayaptiki, Zulayho juda ham boy edi. 70 ta tuyaga yarasha taqinchoqlari bor edi. Ammo men Yusufni ko'rdim degan odamga bir taqinchoqini berib, Yusuf unaqa edi deganga yana bittasini berib, Yusuf degan so'zni eshitsaki, odamlarga berib shu 70 ta tuyadagi taqinchoqini Yusuf degan so'zni o'zi uchun tarqatib bergan ekan. Va nihoyat Yusuf alayhissalom zindondan chiqadi, vaqt soati kelib, bu Zulayhoni eri olamdan o'tadi. Keyin shu Yusuf alayhissalom Zulayhoga uylangan. O'sha tafsirlarda keladi, Yusuf alayhissalom oladi nikohga. Olgandan keyin bir qancha muddat yashaydilar, farzandli bo'lishadi. Oxiri bir qiziq ish bo'ladiki, Yusuf alayhissalom shu dog'ida kuygan Zulayho sekin-sekin o'zini qochishni boshlaydi. Yusuf alayhissalom hayron. Kunduzda suhbatga chaqirsa, endi kunduzda qo'ying ishlar ko'p, kech payt gaplashamiz deydi. Kech kirganda suhbatga chorlasa, qo'ying endi biz kunduz charchaganman, kunduzi gaplashamiz deydi. Shuna qilib suri-suyurganda oxiri Yusuf alayhissalom aytgan: "Ey Zulayho, meni ishqimda kuyib o'rtanib aqldan ozgan. Kechasi-yu kunduzi Yusuf degan so'z og'zingdan tushmagan. Menga oshiq bo'lgan Zulayho senmisan, o'zi senga nima bo'ldi?" Deganda Zulayho aytadiki: "Ha, men o'sha Zulayhoman. Sizni shunaqa qattiq sevganman. Hatto osmonga qarasam, osmondagi yulduzlar ham Yusuf degan yozuv chiqib ketardi. Ammo u paytda musulmon emas edim. Sizga turmushga chiqdim, musulmon bo'ldim, Xudoni tanidim. Endi o'sha sizga bo'lgan muhabbatimni hammasini Xudoga berdim. Endi sizga joy qolmay qoldi" degan ekan. Mana muhabbat mana shunday Xudoning yo'lida bo'ladi. Mana shunday Xudoning yo'lida bo'lmasa, bu muhabbat oxiriga yetmaydi. Endi mana shu oilaviy nikohdagi muhabbat ham faqat Xudo uchun bo'lishi kerak.